Sizlar bilan men Farhodman. Bugungi videoda Roblox o'ynaymiz. Bu qanday o'yin bilmadim, lekin men shuncha joyini kuchaytirib tashladim. Kim shu o'yinni o'ynasa kommentda yozib ketsin. Bir marta ham qayta tug'ilish qilganim yo'q. Tugadimi? Nima ekan? Tablitchka. Mana salom. Endi kirkoda ketamiz. Deyilga pul yetmaydi. $1,000. Şimdi Brezilya $3,000. Kim Barcelona, kim Real Madrid shuni kommentda yozinglar. Men uchun bu juda ham muhim. Albatta hammasini chiqaman. Eng birinchi o'rinda sizlarning gaplaring. Chunki sizlar qadrli men uchun bitta ham obunachi yo'qotib kelmaydi. Şirkadan keyin berdim nima ekan? Bitta ochsa bo'lakan. Oxirigacha kuchaytirayotgani obzor qilib chiqaman. Bilmasangiz bilmayman. Shu g'alati gaplar gapirganlar kerak. Kim maktabdan o'tib qolsa kommentga yozsangiz tushunmayman. Robloxda yana qanday o'yinlar borsa shularni kommentga yozib ketinglar, men o'tib chiqaman. Yo'qsa o'ynab videoga olaman. Şunu kapatalım. Şimdi videoda Minecraft'tan birlikte modlarını obzor qilib chiqaraman. Виска Барса, Виски Каталония, Barcelona zo'r. Bugun maktabda ilk klassika bo'ldi. Realga Barsa 9-0. Ikkita golni o'zim urdim. Birinchi bilan 5-golni. Johir degan jiron borda. Qolgan 5 golni anshu urdi. Jami 2 gol bo'ldi keyin.
Keyin Baxtbek Jo'ram bitta gol urdi. Oybek Jo'ram ham bitta gol urdi. Sarvar Jo'ram ham hamma bittadan gol urdi. Uzr bobom gapirib qolganda $128,000. Men taxminimcha $200 bo'ladi, qarab turmadi. Ozgina yutib qoldi, ozgina. Keyingisiga 9 daqiqa bor ekan. Bugun shuni o'ynab ko'ryapman. Bugun qancha kuchaytirib tashladim. Bugun ochdim. Bugun kirib ko'rdim. Shuncha kuchaytirdim, lekin o'ynagim kelmay qoldi. Yarim soat bo'ldi. Hozir 2:22 bo'lgan bo'lsa men 2:50 kirgan edik. 2:50. 32 daqiqa bo'ldi. Mana chirkovam bitdi. Sabr urish kerak ekan. Uning uchun pul kerak albatta. Hozir hamma joyni obzor qilaman-da, videoni to'xtataman. Keyin qaytib bu serverga kirmayman. Assalomu alaykum. Mana zaborni yomonlarim. Aytib qo'ysin, yomonlarni yomon ko'raman. Bu yer mana kafe bo'lsa kerak. Mana bu eshiklarda boyliklar, bunday bochkalar turadi. Odamlar kechirasizlar, istilarini sakrab o'tyapman. Bu yerlar kvartiralar. Bu ikkalasi ham mana. Hammasi bir xil tashda. Degan odati ham bor. Yomonlar ham qo'tyapti telefonim. Qo'tishda biri ham bo'lib turibdi. Soniyasiga $2,015 keladi. Bu yer bank. Mana 2 qavatli menimcha. 2 qavatli. Mana yarim soatdan beri o'ynab boshlayapti. Mana bu yerda banklar, seyflar. Bu neydi? Ya bu yer qamoqxona. Qamoqxona bu yer mana. Bu yerda bilmayman. Mana bu yerda poyezd. Bu yer poyezd stansiyasi. Speaker qalanki. Oh my god, what the fuck is that? Ana bu yerda odamlar ishlashyapti. Bu yerni menimcha ko'rsatdim salonni. Ko'rsatmadimmi? Abzor qilishpay bu yerda odamlar o'tiradi. Mana kassa. Ikkinchi qavatni sizlar bilan qurdim. Mashina ham o'tmas ekan. Bu yer chirkov mana. Hozir sizlar bilan ochdim. Hammaga xayr, men charchadim, bo'lmasa video davom etardi. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.